Do'stlar, bizni xalqimizda hozir juda ham ikkilanish mavjud. Ko'pchilik mashina sotib olayotganda hozirgi paytda O'zbekistonda trendda bo'layotgan Leapmotor C16 2026 restyling hamda Dongfeng 008 2026 restyling. Ikkilanish bo'ladi, buni olsammikin yoki buni olsammikin degan. Hozir men sizlarga buni plus minus tomonni, buni plus minus tomonini albatta ko'rsatib beraman, aytib beraman. Qaysi mashinani tanlash hammani o'zidan bo'ladi. Buni plus tomoni. Turta sideniyada massaj bor, ko'rinishi liga o'xshagan, rostdan ham chiroyli chiqqan, protsessori ozgina yaxshiroq protsessor qo'yilgan. Litiyumga ishlatilgan ledar qo'yilgan, lekin ledarimiz hozirda O'zbekiston hududida avtopilot ishlamasligi uchun albatta ishlamaydi. Buni plus tomoni endi bunda 1.5 atmosferni bo'lsa, bunda 1.5 turbina. Turbina degani ya'ni 150 taga yaqin ot kuchi bor bunda. Misol uchun kimdir Rossiyaga chiqishi mumkin, Qozog'istonga yoki vodiydan vohaga, o'sha uzoq dalni yo'lga chiqadiganlar uchun bu ideal variant. Ko'rayotganingizdek, bu yerda faralar bo'yicha, ichidagi interyeri bo'yicha juda ham qimmat materiallar ishlangan. Hatto rollarida eko kojalar bor. Uni monitorida sun'iy intellektni qabul qiluvchi monitor o'rnatilgan, chiplar o'rnatilgan, bemalol голосовой управление qilsangiz bo'laveradi. O'zini $350 zaryadniga bo'ladi, poliga bo'ladi, rusifikatsiya bo'ladi, $400 sun'iy intellektli bo'ladi hamda 1 yillik yoki 3 yillik garantiyasini ham bemalol olishingiz mumkin. 6 kishilik bu, realni 6 kishi bunda ketaveradi. Lekin do'stlar, bunda 4 kishi zo'rg'a o'tiradi. Bugunni o'zida do'stlar 8 ta Dongfeng 008 olindi. Keyin Leapmotor C16 ni yana bitta kamchiligini aytadigan bo'lsak, u ko'pchilik shaxsan men ham shunaqa deb o'yladim. 1.5 atmosferni bo'lgani uchun bunga 80 benzin qo'ysam, 92 qo'ysam, Gentra'ga o'xshab ketaveradi deb o'ylardik-da, lekin aslida unaqa emas. Shuning uchun albatta hisobga olib qo'yasizlar. C16 ni oladiganlar kimlar desa, shahar ichida yuradiganlar, kichkina oilasi bor, chiroyli mashina olaman, liga o'xshagan mashina olaman deydigan olishi mumkin, lekin bu ichi keng, действительно 6 kishi sig'adi, bemalol ketaveradi, keyin dalniga yuradigan motor turbina bo'lgani uchun. Kimgadir mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol mana shu pastdagi telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, kerak bo'lsa vohaga, vodiyga treyler bilan dastavka xizmati ham bor. Bemalol olib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Mana men turibman, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Do'stlar, bilasizlar, O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxlar indeksida kelasizlar, indeksni polni aylanib chiqasizlar. Nech pul eng arzoni bo'lsa, o'shandan yana $100 tushib beriladi. Bu degani bizdan arzoni yo'q. Chunki bizda ikkinchi qo'l emas, birinchi qo'l Xitoy o'zidan keladi. Qachon keldingiz, nech pulga oldingiz, narxlardan, mashinadan qanaqa fikringiz? Ozgina xalqqa oladiganlar bo'lsa, nima fikr bildirasiz? Biz bugun kelgandik. Haqiqatan mashina menga yoqdi. Dokumentlari ham hammasi joyida. Men mashinadan rosa xursandman, rosa davolaman. Sizga yoqdi, xudo xolasa. Menga yoqdi. Men hammaga shu mashinani tavsiya qilaman. Ekonomishni ekan mashina. Zarar ko'rmadim. Xudoga shukr, to'g'ri yo'lni ko'rsatdilar menga. Men rosa xursandman.